Mana do'stlar, mana shu nukleus yashigimizda 6 ta oila bor. Mana shu 6-si. 3 marta ona berdik. Bombagan berildi. Qabul qilmadi. Ya qabul qilyapti, lekin mana shu oilaga berilgan ona urchib kelmayapti. Lekin asalni yig'ib tashlagan. 5 kilo chiqadi. Ramka ham. Asallari bor. Lekin bergan onamizni o'ldirib tashlagan. Yo'q, desam mana yuribdi. Endi urchib ketdi shekilli bu. Buni bir hafta ko'zdan kechirmagandim. Mana uni. Bu Karpat berilgan bunga chaquvchi onadan. Hozir endi urug'ini tekshirib ko'ramiz. Dumi ham timtoqroq ekan. Mana shu 3-chisimi yo'q? Urug'ga kiribdi mana. Endi urug'ga kiribdi. Kirganda ham bugun ertalabdan urug'ni boshlabdi o'zi. Bir kunlik. Mana yaxshi oxirgi oilasi ham. Urug'ga kirib xudo xolasa. Qolgan 5 tasida urug' qo'yishi zo'r, ular zo'r qabul qilgan. Ular to'lib yotibdi mana. Ustidan ko'rsatdim. Asalga jiqillatib qo'yibdi o'zi. Bu yashiklarni eplab qolgan bo'lmaydi hozir. To'la asal yig'ib tashlabdi. Ko'rib turganlaringdek. Olamizmi? 3 ta ramkami? O'zi 3 ta sig'adimi? Mana do'stlar, hozir asalni ko'rasizlarmi? Qanchalik darajada ishlab tashlagan. Buni qaranglar. Asal. Asalni qaysi? Uni Mana shu oqlari. tepadagi oq. Shular asalmi? Tamam. Barakasini bersin. Xudo. Amin. Qolgan ramkalarni ham shunaqa ekan. Buni bir tarafini to'qishibdi-da, asal yig'ishni boshlashibdi. Bu tarafi qolib ketibdi. Endi mana shuni shu ramkani teskarlab qo'yamiz. Hey. Teskarlab qo'yamiz do'stlar. Shu bir ramkalik arilar ham bo'lingandan beri bir oy bo'lib bo'lmadi. Bir oydan ozgina o'tibdi. 7-aprelda bular bo'lingan edi. Mana do'stlar, asalni rasplotini ko'ringlar. 3 ta ramka. Uje bitta ramkadan edi bular. Ikkitadan anaqa to'qidi. Chalpak to'qidi bular. Ikkitadan mashina to'qidi. Shu bilan arisi 3 ramka bo'lib qoldi. Yaxshi holatda. Bu asalga qo'yibdi, ularga sepdan bo'lmaydi. O'rtadagi oila bu. Olib o'tirmaymiz, tepadan ko'ramiz do'stlar, iloji boricha. Bu ham xuddi narigi oilaga o'xshab asalni yig'ib tashlagan. Shu yaqinda asal olinadigan dori sepmaymiz. Chunki asalga ta'sir qiladi. Bu oila ham yaxshi holatda.
hammasi bir xil mana shunaqa asallarni yuqqan. Bu nukleusdagi arilarimiz. Bular arisi sal ozroq ekan hali. Lekin bir xil ona berilgan shularga. Like bosib, qo'llab-quvvatlaymiz.